Direktor, rostdan ham 30 million zarar ko'rdik. Qanday qilib bu pulni yo'qotishimiz mumkin? Barchasiga Chinmo aybdor. Ishdan ketishdan oldin moliyachilarning xatosidan foydalanib shuncha pulni o'tkazib oldi. Shu sababli oylik vaqtida berilmayapti. Mayb unda bo'lishi mumkin emas. Chen mohir yaxshi odam. U bilan 5 yildan beri ishlayapman. To'g'ri, kompaniya inqirozga uchraganda ham qora terga botib ishlagan edi. U qanaqasiga pul o'marishi mumkin? Qolaversa o'sha 30 million sarmoyani o'sha bola jalb qilgan. Agar o'g'ri bo'lganda allaqachon olardi. Chinmo ko'rinishdan farishta, siz iblis. Uning tuzog'iga tushgansizlar. Direktor, men allaqachon politsiyaga xabar berdim. Tez orada pulni qaytarib, qallobni qamab qo'yamiz. Yeshan, agar 3 kun ichida qaytarilmasa, sen bilan boshqacha gaplashamiz. Nahotki politsiyaga xabar berdingiz? Ular ma'lumotlarni tiklasa, qilgan noqonuniy ishlarimiz fosh bo'ladi-ku. Endi nima qilamiz? Hech kim hech narsani bilmaydi. Maxfiy hujjatlarni faqatgina men bilaman xolos. Jiyan, bu yil yangi yilda uyga kelasanmi? Qolay senga zo'r shirinliklar tayyorlab qo'ygan. Bu yil uyda biroz muammolar chiqib qoldi. Menimcha bora olmayman. Qo'ysangchi, yangi yilda-ya. Qanday muammo ekan? Uyga kel, uyda gaplashamiz. Tog'a, bormasligimga sabab Chinmo atrofida mish-mishlar ko'paygan ekan. Kimdirni aldab ketibdi. Uzoqroq yurganim yaxshi. Bekorlarni aytibsan, Chinmo qalab emas. Rahbar uni uzoqqa tushirmoqchi. O'g'lim unday emas. Shunday. Xola, unchalik emas. Xullas, bu yil bormayman. Sizlar ham kelib o'tirmanglar. Bo'pti, xayr. Bu nima Endi nima senda? qilamiz? Hammaning fikri o'zgardi. Bolamning nomiga qora dog' tushadigan bo'ldi. Qilmagan ishiga javob beradim endi. Oyi, bugun kechga nima yeymiz? Mana ko'rdingmi? Hatto qarindoshlarimiz bizni uyga kelmayapti. Shunaqa soxta qarindoshlarning boridan yo'g'i yaxshi. Bu yil uchilamiz, mazza qilib birga bayram nishonlaymiz. Dadasi, o'g'limiz to'g'ri aytyapti. Kelmasa kelmasin, o'zimiz nishonlaymiz. Men ovqat qilib kelaman. Oyi, sog'lig'ingiz yaxshi emas-ku. Ovqat haqida tashvishlanmang. Bugun kechqurun hammamiz restoranda ovqatlanamiz.